Assalomu alaykum azizlarim. Bizda biroz tanaffusdan so'ng yana ayol rivoji loyihasi. Xalq sevgan, siz suygan pediatr shifokor, demak Kabulov Bekzodbek Maqsudovich mehmonimiz bo'lyaptilar. Ko'pgina aytadi, chiripniy dalinasi bor bolamni, men privka olishim kerakmi deydi. Turli xil nevrologik kasalliklar bor-ku, masalan, DTP bor, serebral falajlik kasalligi, keyin yana qanday nevrologik, masalan, tutqanoq kasalligi bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, tutqanoq kasalligi, nevrologik falaj, undan tashqari Down sindrom bo'lishi mumkin. 2 oylikda esa sal og'irroq bo'lgan privivkamiz, ya'ni emlash qilinadi bolajonlar. Gemangiomani baribir oilaviy shifokor bu narsani birgina o'zi hal qila olmaydi. Bu chet el tajribasida qanaqa ekan? Yoki faqat O'zbekistondami bu majburiy emlash yoki chet elda ham shundaymi? Keyin yana bir kasallik bor. Endi shuni ham aytib o'tmasam bo'lmaydi. Bolani ichi ko'k kelganda, ya'ni ichakda turli xil disbakterioz holatlarida emlash olishga qanday qaraysiz? Bu narsa xato. Sababi endi emlash qilindi bolaga. Keyin nimalar e'tibor berish kerak? Uyga kelgandan keyin vitaminlar, immunitetni ko'tarish uchun boshqa chora-tadbirlar oshirish uchun vitamin kompleksi mahsulotlarni qabul qilish xato tushuncha. Hech xavotir olmanglar, farzandlaringiz ozg'in bo'lsa, xudo xolasa semiradi.